Bugun sizlar bilan tana haroratini o'lchash usullarini o'rganamiz. Tana haroratini asosan bemor shifoxonaga kelganida yoki shifoxonaga shikoyat bilan kelganida, operatsiyadan oldin, keyin va kundalik 2 mahallik o'lchash paytida o'lchanadi. Tana harorati qayerlarda o'lchanadi? Tana harorati peshonada, quloq bo'shlig'ida, og'iz bo'shlig'ida, qo'ltiq osti chuqurchasida, chov sohasida va anusda, ba'zida bazal haroratni aniqlash uchun ayollarda qindan ham o'lchanadi. Tana haroratini nimalar yordamida o'lchaymiz? Bizga kerakli jihozlar nimalar? Tana haroratini turli xil termometrlarda o'lchash mumkin. Masalan, simobli termometr yordamida o'lchash mumkin. Simobli termometrlar, elektron termometrlar yordamida o'lchash mumkin. Infraqizil nurli termometrlar yordamida o'lchash mumkin. Tana haroratini o'lchash uchun bemor oldindan tayyorlanadi, unga qulay sharoit yaratiladi va muolaja maqsadi tushuntiriladi. Bemorga tana haroratini o'lchash bo'yicha muolaja o'tkazish bo'yicha maqsad tushuntirildi va qo'ltiq ostida tana haroratini o'lchaymiz. Qo'llar 6 bosqichda yuviladi va quritiladi. Va bir martalik ko'ruv qo'lqopidan foydalanamiz. Bemorimiz yotgan holatda, shuning uchun qo'ltiq osti chuqurchasidan simobli termometr yordamida o'lchashni boshlaymiz. Buning uchun toza termometr olinadi. Ko'rsatkichi 35 gradusdan pastga silkitib tushiriladi. Tushirilgandan so'ng ko'rsatkichni aniqlab, ana undan keyin bemorning qo'ltiq osti tekshiriladi. Qo'ltiq osti tekshirilganda bemorning terlagan yoki jarohatlari bo'lmasligi kerak. Sabab nimaga? Agar terlagan qo'ltiq osti bo'ladigan bo'lsa, bu haroratga ta'sir qilib, sovitib haroratni tushiradi. Yoki jarohatlar bo'ladigan bo'lsa, jarohat joyida mahalliy harorat baland bo'ladi. Shuni hisobiga haroratni noto'g'ri olishimiz mumkin. Va bemor issiq choy, issiq ovqat iste'mol qilgandan so'ng ham tezdagina harorat o'lchanmaydi. Bunga sabab haroratga ta'sir qiladi. 15-20 daqiqa o'tgandan so'ng tana haroratini o'lchash mumkin. Simobli termometrimiz afzallik va kamchiliklari o'ziga yarasha mavjud. Bunda simobli bu xavfli kimyoviy modda hisoblanadi. Organizmga, shilliq qavatlarga tushishi inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun aqli zaif, tutqanog'i bor bemorlar, yosh bolalarda tana haroratini og'iz bo'shlig'ida aynan simobli termometr yordamida o'lchash mumkin emas. Qo'ltiq osti quritiladi. Salfetka, bir martalik salfetka yordamida quritiladi va termometrning simobli uchi qo'ltiq osti chuqurchasining o'rtasiga joylashtiriladi. Joylashtirilib, qo'llari bukiladi. Qo'llari bukilib, shu tinch holatda 5-7 daqiqa turishi iltimos qilinadi. Tana harorati 5-7 daqiqada o'lchangandan so'ng olinadi va tashqi uchi bilan ushlanadi. Simobli joyidan ushlash mumkin emas. Bunga sabab haroratga qo'limizdagi harorat ta'siri etadi. Shuning uchun olingan darajani o'sha zahoti aniqlab, harorat varaqasiga, bemorning harorat varaqasiga belgilanadi. Yana bir termometrimiz bu elektron termometrlar. Elektron termometrlar ham ishlatishga juda qulay. Bu termometrlar yordamida ham og'iz bo'shlig'i, qo'ltiq osti chuqurchasi, anusdan ham o'lchash mumkin. Lekin bitta kamchiligi bor. Bu batareykalarga ishlashi hisobiga, batareykalar kamayishi yoki tugab qolishi hisobiga bizga noto'g'ri natijani berishi mumkin. Lekin juda ham xavfsiz, ayniqsa bolalar uchun, aqli zaif insonlar uchun juda ham xavfsiz hisoblanadi. Chunki bu, mana ko'rsangiz, sinmaydigan metallardan ishlangan va elastik, bukiluvchan, bolalar tishlab olganda, tushirib olganda ham xavfsiz hisoblanadi. Hattoki bolalarda og'iz bo'shlig'i til osti chuqurchasida ham o'lchash imkoni bor. Va qisqa vaqt, ya'ni 3 daqiqani ichida bizga o'lchab, o'zi signal, tovushlar berib, signal beradi. Bu juda ishlatishga qulay.
Yana bir termometrimiz bu infraqizil nurli termometrlar hisoblanadi. Bular ham ishlatishga qulay, qisqa vaqt oladi. Ayniqsa bolalarda juda ham ishlatish qulay hisoblanadi. Ayniqsa pediatr shifokorlar uchun va tezda bolalar bog'chasida bolalarni haroratini o'lchash uchun juda ham qulay hisoblanadi. Bu qanday ishlatiladi? Buning uchun bemorni teri qismiga, peshonasiga, yuziga yoki qo'l qismiga, ya'ni teri qismiga infraqizil nurni yo'naltiriladi va qisqa vaqtning ichida haroratni bizga aniqlab bera oladi. Termometrlar har bir bemorga ishlatilgandan so'ng albatta oqar suvda, ya'ni oqava kran suvda sovunlab, kir sovunlab, yuvilib, quritilib, maxsus idishlarda saqlanadi. Tana haroratining ko'tarilishi isitma deyiladi. Isitma o'zi nima? Isitma tana haroratining ko'tarilishi bo'lib, bu turli xil organizmni patogen ta'sirlarga javobi hisoblanadi. Shu qatori isitmaning ko'rinishlariga qarab turli haroratlarga bo'linadi. Birinchisi bu subfevril harorat. Subfevril harorat 38 gradusgacha bo'ladi. Febril harorat bu o'rtacha harorat ham deb nomlanadi. Bu 38 gradusdan 39 gradusgacha namoyon bo'ladi. Keyingisi piretik harorat, bu yuqori harorat hisoblanadi. Bemorlarda 39-40 gradusgacha harorat ko'tariladi. Va oxirgisi giperpiretik harorat, o'ta yuqori harorat deb nomlanadi. Bu esa 40 gradusdan yuqori haroratlar nomlanadi, ya'ni farqlanadi. Insonlarda normadagi harorat bu 36,5 dan 37 gradusgacha norma harorat hisoblanadi. 37 gradusdan yuqorilashi endi isitma deb nomlanadi.